masjid, maktab, ariq. Yana nima kerak? Panelning 2 xonalik 4-qavat, 4 qavatli domning 4-qavati, 6 metrlik balkon, Yevroremontdan chiqqan azizlar. Vitishka plitka, kuxnya, kuxonda mebel, moyka, laminat qilingan. Xo'p. Zaldan boshlaymiz azizlar. 2 xonali 4-qavat, zali Yevroremont qilingan. Ana shunaqa chiroyli radiatorlar bor, isitish tizimi. Xo'p. Eshikchalari zakaznoy. Zal, xo'p. Yuvinish xonasi kafil qilingan, moyka, hamma uskunalari bor azizlar va tualet. Tualet emas, bu restoranmi, barmi? Dahshat, gap yo'q. Xo'p. Kirib kelish eshigi azizlar va prixoji. Prixoji mebel uchun joy, tipovoy 2 xonali va oxirgi xonamiz spalni. Spalni tayyor azizlar. Lokatsiyasi 6-nohiya mikrorayon, Albaraka Bon kafelari 6-mikrorayon, oldingi 70 yo'nalish avtobus marshrutkalari, oxirgi bekat vetrini azizlar. Xonadonimiz chap qo'limizga 31-maktab, Umar ibn Xattob masjidi, ariq bo'yida domimiz joylashgan. Narxi azizlar 33.500 va albatta kichkina zazorchasi bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Premium mulk sehat dushi